Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov tumani Jamataka mahallasida biznesni rivojlantirish banki bilan birgalikda bir konter, bir loyiha bo'yicha lider tadbirkorlarimiz bilan 10 gektar yer maydonini, poliz ekinlari uchun 10 gektar yer maydonini ajratganmiz. Ajratilgan yer maydoniga oq piyoz ekilgan hozirgacha kunduzda. Mineral o'g'itlari berildi hamkorlikda. Hozirda bu 51 ta fuqaromizga hammasini bo'lib berganmiz. 50 ta bir fuqaromiz hozirda bu mahsulotimiz may oyini boshlariga tayyor bo'ladi. Bizda ekspertimiz bu ichki bozorlarimizga va tashqi bozorlarimizga eksport qilishimizda mo'ljallab turibmiz hozirgacha kunduzda.